Bilimdon, aqlli, zakovatli 11-sinfni tamomlayotgan, kollej litseyni bitirayotgan yoshlar diqqatiga. Gravitatsion idrok intellektual showsida ishtirok etish imkoni bor. Buning uchun siz Telegramdagi idrok test botga kirasiz, maxsus savollarga javob berasiz. Yuqori natijani qayd etsangiz, sizni biz loyihaga taklif qilamiz. Loyihada g'olib bo'lgan 5 nafar ishtirokchi poytaxtimizdagi nufuzli universitetda 4 yil davomida bepul grant asosida tahsil olishi mumkin. Bundan tashqari, gravitatsion idrok intellektual showsida birinchi o'rin sohibiga Tracker avtomobili sovg'a qilinadi. Xo'sh, nimani kutyapsiz? Hoziroq Telegramdagi idrok test botga kirasiz, savollarga javob berasiz. Agar uddalay olsangiz, loyihada ko'rishamiz.